Okay, assalomu alaykum guys. Hop, bugungi videoda biza Ubuntu server o'rnatishni ko'ramiz. Hop, Ubuntu server nimaga kerak deydigan bo'ladigan bo'lsak, birinchisi bu agar o'zinglarni serveringlarni ko'tarib qo'ymoqchi bo'lsanglar, o'zi umuman serverga keladigan bo'lsak, server o'zi nima? Bu ham bitta kompyuter, faqatgina interfeysi yo'q kompyuter bo'ladi bizada. Ya'ni xuddi biza ishlatadigan operatsion tizimlarimiz bor. Mana bularda misol Windowslar bor, har xil nimalarimiz bor, opsiyalar ham, Windows oynalar bor. Endi server shuni oynasiz, ya'ni mana bunaqa ko'rinishi bo'ladi. Oddiy bizani command promptni oladigan bo'lsak bu yoqda mana bunaqa ko'rinishi bo'ladi. Faqatgina nima bo'ladi? Qop-qora oynamiz bo'ladi. Shu narsani o'rnatishni ko'ramiz. Men bu misolda virtual boxga o'rnatib, virtual holatda ko'rsatib beraman. Buni xuddi shu ketma-ketlikda sizlar o'rnatib, USB flashka orqali kompyuterga o'rnatsanglar ham bo'ladi. Okay, boshlaymiz. Hop, bizada birinchi bu yoqqa Ubuntu server download bossak, birinchi saytga kiramiz. Aynan Ubuntuning o'zini ofitsial sayti va bu yoqdan, ya'ni biza desktop operatsion tizim sifatida tushirsak ham bo'ladi. Ubuntuning server sifatida ham tushirsak bo'ladi. Okay, mana bu yerda download 24.04 eng oxirgi versiyasi. Shuni so'nga qolishimiz kerak. 3 GB bo'ladi. Bizada interfeys bo'lmagani uchun, desktopda qaraydigan bo'lsak, bizada 509 GB, ya'ni 6 GB. Bitta уже grafik user interfeys bor degani. Xo'p, buni ustiga bosamiz. Ozgina kutsak, bizaga xatga tushishini so'raydi. Misol, dokumentsga tushsin. Save qilaman. Va bu o'rnatishni boshlaydi banda. Endi o'rnatib bo'lgandan keyin qilinadigan ishlarni ko'rib ketamiz. Xo'p, men buni o'rnatib bo'lganman. Tak, bu yoqdan. Hop. Ubuntu Live Server. Mana shu qism bo'ladi menda. Ubuntu Live Server. Aynan shu application sizlarga ham tushadi. O'sha download papkeraga xatga qo'ysangiz o'sha yerga tushadi. Va men bu yerdan VirtualBox yoqaman. Sizlarda iloji hech narsa bo'lmasligi mumkin. Nima bo'ladi bilmadim. Xo'p, bu yerdan new bosamiz. New bosganimizda nom beramiz. Misol uchun Ubuntu server. Albatta bu narsa tushib olgandan keyin qilamiz. Ubuntu server nom beramiz. Bu yoqdan ISO image tanlashimiz kerak bo'ladi. ISO image bu yoqdan azir qilib turib, lokatsiyasini bera olamiz. Desktop papkada Ubuntu tanlaymiz, open qilamiz va bizda hamma narsa tayyor, avtomatik tarzda qo'yib beriladi. Process with attended installation o'chirib qo'yamiz va bizda hammasi tayyor. Linux, Ubuntu 64. Finish qilsak, bizga Ubuntu serverimiz kelib bo'shaladi. Va bu yoqdan nastroykasini birdaniga ko'rib ketamiz. Hop, 2 megabayt. Давайте shu to'g'ri tursin bizda. Qolganlari VirtualBox misolida bu. Bu yoqdan o'sha to'g'ri qo'ysak, okey, bizda hammasi tayyor. Endi bu VirtualBox holatida. Biz kompyuterga o'rnatmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Bu yoqdan kelamiz. Bu fus deb ochadigan bo'lsak, dasturga qo'yamiz. Bu dasturimizning birinchi, keyin shu oynak chiqadi. Device qismiga biz kompyuterga USB flash yo'laymiz. USB flashga oddiy. Keyin bu yoqda ISO imagega mana bu select qilib turib, mana desktopdan shu Ubuntu serverga beraveramiz. Bu yerda hamma narsa tayyor, ready qilamiz, start qilamiz, bo'ldi, bu flashga tushadi. Undan keyin kompyuterga tiqib turib, o'sha buni ko'rsatib ketaman. Kompyuterga tiqdinglar, o'sha yoqqa olsalar, Ubuntu'ni tanlaysizlar, o'sha o'zingizlarni boot setupga yoqadigan battaniyadan bosib turing. Okay, start qilamiz. Sizlar ham kompyuteringizda tipi shu holat yonadi. View full screen mode. Kompyuteringizda shunaqa o'yin chiqadi. Bu yoqdan try or install Ubuntu server tanlaymiz. Bunaqa bir xakerskiy yoshlikda bo'ladigan yozuvlar chiqib ketib qoladi. Hayron bo'lmaysizlar menga. Okay. Bu yoqda to'liq setup qo'yilgan. Bor yo'g'i 10 daqiqada bu narsani o'rganib olamiz. Okay. Shu oyda chiqadi. Adashmasam yaxshi ko'rinayotgan umiddaman. Okay. Yaqinlashtirib ko'rasizlar bu yog'ini. Xo'p. Tilni tanlaymiz. Bu yoqda English. Shunchaki bu yoqda enter pastki tepaga knopkali ishlaydi. Tamom. Xo'p, bu yoqda nima deyapti? Xo'p. Shu versiya tushadi. Okay. Update qilishimiz xohlasam, davom etish xohlasam deyapti. Okay, update qilmasam davom etamiz. Bu yoqda hamma narsa layout ham, variant ham, boshqasi hammasi English US'da turishi kerak.
dan qilamiz. Bu yoqdan Ubuntu server galchik qo'yilgan bo'lishi kerak. Minimized kerak emas bizga, additional optionlar boshqa narsalar kerak emas. Dan va bu yoqdan bizani tarmoq qo'llanishimiz qismi bo'ladi. Agar sizlarni adapteringlarni olsa to'g'ridan to'g'ri DCP variantda turgan yaxshi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri routeringlar beradigan IPni oladi bu. Undan keyin IP'miz chiqdi mana xullas 192.168.0.100.101. Bu bizani IP adresimiz, aynan Ubuntu server ustinovka qilayotganimiz edi. Hop, pastga tushamiz. Dan bu yoqdan proxy adres kerak emas. Dan va bu nima qilishni boshlaydi? Mirrorlarni uz.arxiv.ubuntu.com Ubuntu saytidan olishni boshlaydi. Biz dan qilib davom etib turamiz. Bu orqa fonda ishlab turadi. Keyin entire disk setup hech narsa bu yerdan kerak emas. Dan bu yerdan ham keyin bu yoqlar ham shundoq qoladi. File system, ya'ni file sistemini sozlash. Avtomatik tarzda bizga 11 yo'q 25 gigabayt VirtualBoxdan ajratib beriladi. Sizlarda o'zingizlarni hard disklarni ajratgan joylarni qaraysiz, kompyuterdan tanlab olasizlar. O'sha joyni tanlab turib, ya'ni dual qotganinglarda runni bosamiz. Xo'p, точно davom etishni xohlaysanmi? Yes. Bu yoqdan name, your name. Bu yoqqa nickname yozamiz, ya'ni username. Misol bizda bo'lsin Ubuntu server oti qanaqa bo'lsin? Misol uchun hostname tariqasi so'ralyapti bizda. Давайте server bo'lsin. Keyin bu yoqda nickname, username, uzr, Ubuntu. Keyingisi bizda bo'ladi. Parol tanlashimiz kerak. Parolimiz давайте Ubuntu. Ko'payib ketdi. Ubuntu. Pastdan ham Ubuntu. Ancha bo'ldi. Dan bu oynadan keyingisi. Bizga Ubuntu Pro kerak emas, shunchaki o'zini ustinovka qilishimiz kerak. Skip qilamiz. Mana bu yerda space bossak, o'zi galchka qo'yilgan bo'ladi. Okay, continue bu joydan ham va aynan bizga kerakli qismi install OpenSSH server. Bu yerdan space bossak, bizda X yonadi, ya'ni belgilanadi. Va to'g'ridan to'g'ri ustinovka qilinayotganda Ubuntu server unda avtomatik SSH server yonadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri biza shunchaki IPsini bilib, biza bu yoqdan terminaldan ulanishimiz mumkin bo'ladi. Okay, yana pastga tushamiz. Dan bu yoqda hech narsaga tegmaymiz. Kerakli, ya'ni o'zimizga kerak bo'lgan nimadir qo'shimcha funksiyalar bo'lsa tanlab olsak bo'ladi. Feature server snap tepaga yozib qo'ygan. Bizga kerak emas, dan qilamiz va biz bu yerda loglarni ko'rib o'tirsak bo'ladi. Installation kernel va kernelimizni ustinovka qildi. Full ko'rib o'tirsak bo'ladi. Qayerda, qachon nimani tushiryapti. 2 klik qilsak ham bo'ladi. Tak, bu buguncha men video pauza qilib turaman. Okay, bizani serverimiz polniy bo'ldi. Bizda nima chiqib qoladi? Reboot now yokida view full log chiqib qoladi. Mana shu joyda reboot now bosib olamiz. Keyin tizim bitta o'chib yonadi va bunaqa faillardan xavotir olmaydi. Hali ko'p bo'ladi. Hayotda juda ham ko'p faillar bo'ladi hali. Yeah, boy. Fleshkani bu borada olib tashlasak ham bo'ladi, agar sizlar kompyuterga o'rnatayotgan bo'lsanglar. Tayyor va bizda boom, serverimiz tayyor. Bizda nima edi? Username Ubuntu. Enter qilamiz va Ubuntu. Okay, bizlar yozganimizda parolimizni ko'rinmaydi. Enter qilsak, bizda tizimga kirdik. U desak, biz Ubuntumiz. IP ADDR qiladigan bo'lsak va bizga qarasak, mana bu yerda necha 192.168.10.101 IP'mizni ko'rsatib beradi. Va bu bizning tizimimiz tayyorligini ko'rsatadi. Bu joyda mana VirtualBox qo'ygan uchun bu yoqdan men kichkinlashtirib turaman. Optimal yoqqa faqat viewdan userga qo'yib turaman. Buni tayyormanda IP'mi bilan. Endi agar sizlar Windowsda turib VirtualBoxga qo'yib CTF ishlayotgan bo'lsanglar, o'rnatayotgan, yasayotgan, qurayotgan bo'lsanglar, bu yoqdan kelib turib CMD ochib olsanglar, CMD bu yoqdan ochiladi. Okay, bu oynani nima qilamiz? SSH Ubuntu useriga 192.168.100.101 IP adresiga ulan deymiz. Enter qilamiz va bizdan parol so'raydi. 101 mida IP'miz. 101 holatda ulanmasligi ham mumkin. Birinchi ping jo'natib ko'ramiz. Shu IPga ishlayaptimi yo'qmi? Pingimiz yo'q, qaytarmayapti.
Mana joyini ko'rib ketishimiz kerak. IP akliyamizda biz IP'mizni oldik va sudo systemctl status SSH qilib ko'rganimizda biz nimani ko'rdik? SSH'imizni enable qildik, okey. Va running holatga olib keldik. Tagiga qaraydigan bo'lsak, trigger by SSH socket turibdi va bu SSH socketni biz o'chirib tashlashimiz kerak tizimimizdan. Nima qilamiz uning uchun? Hop, bu yerdan kelib turib. Birinchi sudo systemctl bu yerdan stop SSH nuqta socket qilamiz va bu stop bo'ldi va disable qilamiz buni. Disable bo'ldi va buni mask qilib qo'yamiz. Systemctl mask SSH socket bu nimaga kerak bo'ladi? Devlarga yo'naltirib qo'yadi. Ya'ni hech qachon bizga socket kerak bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri SSH servis ishlatamiz. SSH socket bizga kerak emas. Va SSH servis uchun nima qilamiz? Socketni oxirida o'chiramiz bu yoqdan. Service deymizda bu yoqdan kelib turib unmask qilamiz. Unmask. Bu unmask bo'ldi va bu yoqqa enable turibdi va running holatda turibdi. Nima qilamiz yana qaytadan? Sudo systemctl status SSH qilsak, bizda bu yoqda hech qanaqa SSH servisi yo'q, boshqa yo'q. Faqat bizning holatimiz nima? Inaktiv turibdi. Buni start qilib qo'yishimiz kerak. Sudo systemctl start SSH qo'ysak bo'ldi. Bitta statusni tekshiramiz va bizda aktiv holatda. Endi bu yoqdan IP'mizni bilamiz. Tekshirib olamiz. Bizda birinchi bir bu yoqdan kelib turib biz CMD ni ochamiz. Nima qilamiz? Masalan, bu holatda nima qilamiz? Bizning IP'miz bor, hamma narsamiz bor, SSH'imiz ishlayapti. Lekin Windows o'rnini olmaymiz. Shu holatda undan kelamizda Linux olib kelamiz va Linux olib kelib Linuxdan o'rnashga harakat qilib ko'ramiz. SSH Ubuntu va bu yoqdan IP'mizni beramiz. Undan oldin eslatib qo'yish, Strong Wi-Fi ile обязательно birikda turgan bo'lishi kerak. Ya'ni IP ile mana bunaqa holatda turgan bo'lishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerdan network settingsdan birikda adapterda turganiga ishonch olib. Keyin nima qilamiz? Bu yerdan enter qilsak, yes bu oynadan Ubuntu parolni teramiz va biz tizimdamiz. IP qilsak va biz mana whoami qilsak, biz Ubuntu tizimdamiz. Bu yog'iga endi kelib turadi o'zingizlarning xohishiga qarab turib. Okey, hammaga rahmat, salomat bo'linglar, charchamanglar.